Yaqinda mana shu 10 millionni bilasizlar, qaranglar. Aytda paynet qilyapti, mana akamizga boramiz. Agar akamiz 10 ming so'mlik ruchka xarid qilgan bo'lsa, 10 millionni berib yuboramiz, qaranglar, kuzatinglar. Aka, assalomu alaykum. Xo'rmi, yaxshimisiz? Qanaqa charcha tandingizmi aka? Yaxshimi? Men sizni ko'p ko'rganman aka. Agar siz 10 ming so'mlik ruchkamni xarid qilgan bo'lsangiz, mana shu 10 millionni men sizga bermoqchiman. Xarid qilganmisiz? Temur brat 10 ming so'mlik ruchkasi. Temur brat o'zi tandingizmi yo'qmi? Ko'rgansiz? Men ruchka haqida bilarmidingiz? Bilardingiz. Voy. Shu joyga maza qo'raman. Aka, ruchka oluvmidingiz yo'qmi? Olmagansiz? Voy, aka, ko'rdingiz, qarang, hozir ruchkamni onlayn sotilayotgandan xabaringiz bormidi? Undan xabaringiz yo'q. Qaranglar, yaqinlar men sizlarning xabaringlar bo'lishi uchun aytayapman. Bu yoqga onlayn sotib olsanglar ham bo'ladi. Uning uchun Telegramdan mana shu nicklarga yozib olishinglar kerak bo'ladi. Agar mayli aka Novzadan yoki qayerdandir sotib olganingiz 10 million sizniki bo'lardi. Aka, shuncha odam oldi, berib olgan bo'lardim. Olmaganingiz uchun mayli aka, qarang, sizga yana bitta imkoniyat. Agar menga podpiska bo'lib, oxirgi 3 ta videomga like bosgan bo'lsangiz, 1 million mana shu 2,5 million berib olaman. Podpiska bo'lib, oxirgi 3 ta videomga like bosgan bo'lishingiz shart, aka. Hayajonli daqiqalar. Voy, aka, podpiska bo'lmagan ekansiz. Voy, aka, uyalini aka, unaqa qilmang. Joningiz sog' bo'lsa, yaqinlar sizlarni yaxshi ko'ramiz. Sizlar uchun harakatlarimiz qani go.